Hurmatli YouTube tomoshabinlari, bizni Asaka tumani To'rttash больницасida biz mana yotib davolandik. Ona bu yerda yotganimizda hamshiralar, doktorlari, vrachlari ismlarini to'liq bilmayman, lekin shularga men tashakkurnoma bildirmoqchiman. Hammasiga rahmat. Ishchilari, pokizaligi, tozalikka rioya qilishlari, hamma kasaldan soatiga kirib, kerak bo'lsa yarim soatda 5 minutda kirib olganlardan xabar olgan, kirib hamma kasallardan xabar olib, hammaga beminnat qaraganlarga men tashakkurnoma bildirmoqchiman. Bu hamma ishchilar mana pokizaligiga gap yo'q, tozalikka ishchilari hammasi yaxshi. Doktor, ketyapman opa. Javob berdi. Bilmayman uni. Hozir eshikka ketyapti o'zi. Shularning qatorida doktor Shoir opa birinchi o'rinda. Mana shu opaga ham tashakkurnomani bildiraman. Opa, rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Shunchalik biz og'ir ahvolda keldim. Meni shu darajaga yetkazganingizga mingdan rahmat opa. Minnat qaradinglar. Qo'llar o'zingizlardan bo'ldi. Siz ham o'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Mana yana bitta vrachimiz beminnat qarashdi. Rahmat, shularga tashakkurnoma bildiraman. Qaraganinglarga rozi bo'linglar. Vrachimiz, asosiy vrachimiz mana Karim aka. Rahmat, beminnat qaraganingizga. Og'ir ahvolda kelgandim. Shunchalik oyoqqa turgizib qo'ydingiz. Mingdan ming rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, qilgan mehnatingizga rozi bo'ling. Siz ishingiz shu.